Qo'llarimga qoli yetmadi, lablarimga nafasi ham yaqinlashmadi. Hatto oramizdagi masofa bir qadamdan ham qisqarmadi. Ammo o'sha oqshom u qalbimdagi qulflarni shunday ochdiki, 10 yillik turmush davomida hech kim bunga jur'at etmagandi. Haqiqiy xiyonat nima o'zi? Begona manzillarmi? Yoki yoningda yotgan odamdan ko'ra, xayolingda boshqaning so'zlariga boshpana topishmi? Bu oddiy hikoya emas. Bu yolg'izlikdan sovigan ayolning bir piyola choy ustida topgan, ammo tilga olinmaydigan iliqligi haqida. Uyimizda o'sha kuni sukunat hukm surardi. Lekin bu tinchlik emasdi. Bu ichidan qulagan devorlar shovqini edi. Kechagi janjal hanuz quloqlarimda jaranglardi. Mayda sabab, ammo og'ir so'zlar. Eshik qattiq yopildi, uy jim qoldi. Oshxonada choy damlab turardim. Buk ko'tarilar, xayollarim ham shunga qo'shilib havoga singayotgandek edi. Shu payt qo'ng'iroq chalindi. Bir lahza yuragim umid bilan qimir etdi. Eshikni ochdim. Qarshimda u emasdi. Ammo u bilan bir qon, boshqa olam. Nigohlari sovuq emas, ichida yorug'lik bor edi. "Yaxshimisiz?" dedi u oddiygina. Bu savol yillar davomida so'ralmagan savol edi. Javob bermoqchi bo'ldim, ammo ko'zlarim aytib qo'ydi. Biz hovliga chiqdik. Tun, yengil shamol, atirgul hidi. Choy uzatarkanman, barmoqlarimiz tasodifan tegib ketdi. Shunchaki bir on. Ammo ichimda uzoq vaqt ochgan chiroq yonib ketgandek bo'ldi. Jimlik hukm surdi. Ammo bu og'ir jimlik emasdi. Bu so'zsiz tushunish edi. Ba'zan odamlar yonidagi bebaho narsani ko'rmaydi, dedi u osmonga qarab. Men nimani nazarda tutayotganini so'ramadim. Chunki yuragim tushunib bo'lgandi. U meni tingladi. Hukm qilmadi. O'zgartirishga urinmadi. Shunchaki bor edi. Shu yetarli edi. Ketish payti yetdi. Darvoza oldida u to'xtadi. "O'zingizni asrang", dedi qat'iy ohangda. "Siz baxtga loyiqsiz." Darvoza yopildi. Lekin u o'zi bilan yolg'izligimni olib ketgandek edi. Men qorong'ulikda o'tirib qoldim. Endi boshliq qo'rqitmasdi. Chunki yuragimda ismi aytilmagan, lekin his etilgan bir haqiqat bor edi. Muhabbat har doim yaqinlik emas. Ba'zan u masofani saqlagan holda ruhni davolaydi. Va men bu sirni aytilmagan, buzilmagan, ammo unutilmaydigan tuyg'uni qalbimning eng chuqur joyida saqlab qo'ydim. Bu mening sirim. Bu mening so'zsiz hikoyam.